Hammasi yozildimi? Har bir so'z. Vaqt oz. Yangi yilgacha 90 daqiqa qoldi. Nima bo'lyapti? Bu tan olish qonuniy hisoblanadimi? Ba'zida maqsadga yetish uchun qonunni buzish kerak. Men har doim shunday qilaman. Ha. Buni yozib oldingizmi? Yozildi. Ya xudo. Ichki tekshiruv. Siz Gustafseni noqonuniy hibsga olgansiz. Yo'q. Demak, meni tuzoqqa tushirding. Zo'r ish. Faqat bitta savol. Qanday qilib dekoratsiyani shunchalik tez qurdingiz? Agar kechikishsa ustalarning litsenziyasini olib qo'yaman deb qo'rqitdim. Hammasi yozildimi? Aniq va ravshan. Gektor Guterres, Mehnat va sog'liqni saqlash boshqarmasi, ofitser Barnes, siz hibsga olindingiz.